Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtanglar xayrli bo'lsin. Biz bugungi darsimizda shu quduq belgisi haqida to'xtalamiz. Ko'rayotganinglardek bu quduq belgisi balkim ko'p yerda uchrayotgan bo'lishinglar mumkin. Masalan, telefoninglarda, mayli ijtimoiy taratqularda degandek. Bu quduq belgisi shu qilayotgan ishimizga yoki qilmoqchi bo'lgan ishimizga qarab, buning ishlatilishi va xususiyati o'xshamaydi. Masalan, eng oddiysi telefonimizdagi nomer bosgan yeriga qarasak, bu yerda quduq belgisi bor. Bu quduq belgisi ba'zi telegraf shirkatlarininki shifre ilish belgisi bo'lsa, ya'ni ba'zi shirkatlarninki oxirlashtirish va yoki ma'lum bir buyruqni beradigan bir ishorat yoki ifoda. Endi yana misol elish to'g'ri kelsa, biz o'rganayotgan shu Python darsida bir izohat beramiz, shu quduq belgisi orqali kodlarga izohat beramiz buni darsimizda so'zladik. Shunga o'xshash abay deganimizdek bu quduq belgisi qilmoqchi bo'lgan ishimizga qarab buningki ishlatilishi va xususiyati o'xshamaydi. Shunga biz bugungi darsimizda shu boshqa taraflar emas, diqqat nuqtamizni shu ijtimoiy taratqulardagi ishlatilishi va buningki xususiyati haqida qisqacha izoh berishga tirishamiz. Biz bularni bir qancha savollarga yig'inchoqladik. Qaynamsa dehqonlar darsimizda bo'lsin. Hashtag degan nima? Qandaq va nimaga ishlatildi? Hashtag deganimiz inglizcha atalg'i bo'lib, asli yozilishi ko'rayotganinglardek buningki belgi alternativ ifodalanishi, yana biz telefonimizda yoki kunlik turmushimizda ko'rayotgan quduq belgisi shu. Hashtag ya'ni quduq belgisini biz ijtimoiy taratqularda bahrilamoqchi bo'lgan ma'lum bir mazmunning ma'lum bir o'rniga, ya'ni oldiga yoki keyniga yoki o'ttirga demakchi, ma'lum bir so'z yoki iborani bo'shliq qo'ymasdan ishiltish orqali shu mazmunning bizga ergashgan yoki ergashmagan kishilarning ko'ra olishiga qulaylik yaratib berdi. Hashtag ishlatishimizning nimaga foydasi bor? Hashtag ko'pincha Facebook, Twitter va Instagram qatorliq dunyo dangliq oldin qatordagi ijtimoiy tarmoqlar ishlatiladi. Buning o'zi dunyoda va turayotgan davlatimizda qandaq voqea yoki yangiliklarni kollektiv bir shaklda va o'xshash bo'lgan vaqtda yoki ma'lum bir vaqt doirasi ichida belgilangan hashtag ishlatish orqali kun tartibga kelishga va u masala yoki voqeaning boshqa kishilar tarafidan bahrilanib manglagan kishilarning diqqatini qo'zg'ashga intayin foydalidir. Hashtag nima uchun muhim? Bahrilamoqchi bo'lgan mazmunlarimizda ishlatilgan hashtaglarni tanlaganda temamiz bilan munosabatli bo'lgan va burun ishlatgan hashtaglarni ishlatishimiz yoki ammo o'pcha holda ishlatgan hashtaglarni tanlab ishlatish mazmunimizning texnik ko'p kishilarga yetib berish uchun to'liq muhimdir. Oxirida yig'inchoqlab aytgan vaqtda bu hashtagninki bahrilanish, izoh, xabar va yangiliklarga o'xshash mazmunlarni taratquv va bloglarimizda gruppalarga bo'lish orqali diqqat qo'zish. Undan so'ng biz oldi bilan shu hashtagninki Twitter'dagi kun tartib va yoki Twitterda qanday ishlatildi shuni bir ko'rib chiqaylik. Kompyuter nusxasini ko'rib chiqamiz, undan keyin telefondan keyin ko'rib chiqsak bo'ldi. Va qarasanglar www.biz chiqib bo'ldi Twitter. Mana shaklda asonli bo'ldi. Ochgandan keyin qaranglar, mana shaklda ichildi. Meningki mana kanalninki nomida ichilganligi uchun mana shaklda men shifrni saqlab qo'ygan. Mana shaklda bevosita kirsam bo'ldi. Endi Twitter bo'lmaganlik qanday qildi degan vaqtda men yerda Twitterga qaytdi, ya'ni Twitterga a'zo bo'l demoqchi. Buni bosgandan keyin men yerda ism, men yerda telefon deb turdi. Telefon nomeri og'inli bo'lmasa bevosita e-posta, ya'ni ilxat qo'llansanglar bo'ldi. Adresimiz iltimos qilib o'sha dars bo'yicha kirsanglar bo'ldi. Shundan keyin ilxatni bu yerga kirgizib, keng qadam shaklda besib, men ileri deganni yoki inglizcha next deganni besib, undan keyin a'zo bo'lsanglar bo'ldi. Undan so'ng men bevosita kiray. Kirdimmi? Menga qarsanglar mana trending for you deb turdi. Menga qarsanglar mana bu yerda trending in Turkey deb turdi. Bu shu Turkiyadagi kun tartiblar, ya'ni bugungi. Bu yerda show more, bu yerda texnik ko'p deganni bossanglar, asta qarasanglar 242k, ya'ni 242 ming. Mayada 8 ming, mayada 6500. Bu nemishqa bu ma jiqtusi ma oldiga o'tib qopti desanglar, bu kunlik hisoblaganligi uchun ma'uniki nimasi kona bo'lib qolgan gap. Mana biz baqsak, masalan, en oxirida 6 minut ilgari. Endi ma'ni ko'rib boqaylik. Ma'nida 20 minut va buningda nim qilganlar ko'p. Paylaşganlar bugun, ya'ni 24 soat ichida bahrilanganlar ko'p bo'lganligi uchun men birinchisiga o'tdi. Masalan, qaytib ko'rib boqaylik buni.
Mana 28 minut, 42 minut qarasanlar, mana 2 soat. Mau ya'ni soat minutlab hisoblaganligi uchun mau birinchi bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa qarayli yana. Masalan, mana birinchi bo'lgan kun tartibining ichidagi mazmunlarni mana ishlabdi. Mayadagi mau kishi sabah kalkıyoruz deb mau mazmunni biz so'zlagandek mazmunni boshlabdi. Uni o'ttirga hashtag ya'ni quduq belgisi va bundan keyin boshqa hech qanday narsa ishlatmasdan bevosita mush hashtagni qo'llanibdi. Bundan keyin mazmunni davomlashtiribdi. Mana shaklda ishlasam bo'ldi. Va yoki mana o'xshash butun mazmunni yozib bo'lib, eng oxiriga qistirib qo'ysam bo'ldi. Bu shaklda hashtagni ishlatdim mana. Bundan keyin shu hashtagni o'zi bossanglar, mana eng ko'p bahrlangan deganlarim ishada chiqadi degan gap. Masalan, home'ga kiraylik. Bundan keyin men qaragan bo'lsak, mana arabcha hashtaglar mazmunni yozibdi, undan keyin hashtag qo'yib, boshqa qo'ymasdan bevosita yozibdi. Shuningdek, mana shaklda bosqil bo'lgan bo'ldi. Endi masalan buni bosgandan keyin mushunga munosabatlik men qaranglar. İzlesh rayoniga bevosita avtomatik chiqdi. Undan keyin men qarasanglar, butun ashunga munosabatlik shu hashtagni qo'yib, bahirlagan butun temalar mana mayada oxirigacha ko'ra olasizlar degan gap. Mayadan men qancha yo'llaganligini ko'ra olasizlar degan gap mana. 22 soat ilgari. Bunga o'xshash hashtagni bu shaklda ishlatamiz. Telefonni ko'rsak, mana ochaylik. Qarasanglar mana Twitter, Instagram, Facebook. Twitter kiraylik. Batni yanglay. Undan keyin menda bir lompaynak var. Bunu bosgandan keyin mana asanglar Turkiyadagi bugungi kun tartiblar. Mana eng yangi kun tartiblar mana shaklda deprem, Sheyma, son 3 deganga o'xshash. Chiqma yasa deganga o'xshash. Texim ko'p ko'rsat degani bossak mana. Mayda texim ko'p chiqadi mana. Undan keyin muhim bo'lgan bir tanshak mana o'ng taraf ustidagi tanshak kirib, bu yani besib, içerik tercihlari ya'ni mazmun tavsiyalari degani bosgandan keyin mayda til degani bosamiz. Bassak mayda Uyg'ur deb bo'ldi. Agar mayda tilda Uyg'ur bo'lmasa, daha fazla göster. Yani texim ko'p ko'rsat degani bosgandan keyin asta qarasanglar mayda Uyg'ur deb chiqadi. Bevosita uni aktivlab qo'ysanglar, shu Uyg'ur tilidagi, ingliz tilidagi va turk tilidagi. Qaysi tilni aktivlagan bo'lsanglar, shu tillardagi hashtaglar va mazmunlar sizlarga tavsiya qilinadi va yoki ko'rsatiladi degan gap. Bundan keyin qisqa qilib Instagramga ko'rsatib qo'yay. Instagramni ochgandan keyin bu yerga qarasanglar mana. Masalan, mana bir tema. Bu bir laylangan asarninki temasi. Bundan keyin bu qarasak, birmuncha hashtaglar turdi. Bu hashtagni ma'lum birisiga bossak, mushu bahirlangan tema mushu hashtagning ichida bor degan gap. Bu her gün yanılip to'g'anlik uchun orqa kirkitida masalan Uyg'ur grafik deganni asqandan keyin o'sha Uyg'ur grafik munosabatlik hashtaglar bor. Mening bu yerda turishlik sababim ham qarasanglar. Shunda bir hashtagning bo'lganligidan qaranglar mana. Demakchi, mushta mazmunning bir yerga to'planishi va boshqalarning ko'rishiga qulaylik yaratishi mush hashtagninki bo'lganligidan. Ya'ni biz dersimizin kirishida so'zlaganimizdek bu hashtagninki foydali tarafi shu mazmunlarni bir yerga to'plab turdi va boshqalarning diqqatini tortishga va texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'lishga foydasi bor degan gap. Undan sonra dersimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlardan foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.